Assalomu alaykum do'stlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda yangi o'zbek loyiha orqali pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Xo'sh do'stlar, aynan mana shu loyiha bizning loyihamiz bo'ladi, ya'ni Telegram loyiha. Bugun sizlarga obzor qilib berishim kerak bo'lgan loyiha mana shu loyiha bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, IB Link deb nomlanadi. Aynan mana shu loyiha orqali bugun sizlar bilan birgalikda biz pul ishlaymiz. Xo'p, ushbu loyihada qanday qilib pul ishlash mumkin? Ko'rishingiz mumkin, bu yerda qulayliklari keltirilgan. Botni qulay va oddiy boshqaruv, doimiy qo'llab-quvvatlash, tezkor to'lovlar, barchasi biz bilan deb qo'yibdi. Xo'p, kirish so'zlari bu albatta botni. Ushbu botda biz pul ishlash uchun avvalambor start tugmachasini bosib olishimiz kerak. Mana bu yerda startni bosib olganingizdan so'ng sizga demak menyu taqdim etiladi va menyu taqdim etilgandan keyin mana shunday ko'rinishga keladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda konchilar, hisob, jamoa, qorbobo xaltasi hamda qurilmalarni boshqarish degan tugmachalar chiqadi. Aynan shu yerdan do'stlar, agarda siz konchi sotib olmoqchi bo'lsangiz, konchilar degan tugmachani bir marta bosasiz va bu yerda turli konchilarni sotib olib, kunlik daromad qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, menini agar bosadigan bo'lsak, meni kunlik 2200 so'm daromad keltiradi. Ushbu konchi narxi, sotib olish narxi 30 ming so'mni tashkil etadi. Ortga qaytadigan bo'lsangiz, ekonom degani bor. Bu 90 mingligi kunlik 6900 so'mni tashkil etadi. Eng baland esa bu yerda Legend hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, ushbu konchi narxi 30 million so'mni tashkil etadi. Kunlik daromad esa ko'rishingiz mumkin 2 million 800 ming so'mni tashkil etadi. Xo'p, hammasi bilan istasangiz tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda esa men vaqtni ko'p cho'zmasdan boshqa bo'limlarni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, bu yerda do'stlar hisob degan bo'lim ham bor. Demak, loyihaga pul to'ldirish uchun hisob to'ldirish degan tugmachani bosib olishingiz kerak bo'ladi va minimal to'ldirish bu yerda 30 ming so'mni tashkil etadi. Xo'p, 30 ming so'm yozishingiz mumkin. Xo'sh, yozganingizdan so'ng esa aynan mana shu kartaga pulni yuborib bo'lgach, to'lov kvitansiyasini yuklashingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda tugmacha chiqib turibdi. Pulni yuborishingiz kerak albatta. Yuborgach, to'lov kvitansiyasini yuklashingiz kerak bo'ladi. Yuklaganingizdan keyin esa adminlar to'lovingizni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ya'ni to'lovingiz rostdan tushdimi, ularga bordimi, siz aldamayapsizmi, o'shalarni tekshirib olgandan keyin sizning hisobingizga pul tashlab berishadi. Va pul tashlab berishgandan keyin hisob degan tugmachani bosib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Pul tushdimi rostdan ham hisobingizga va konchi sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Konchilar degan bo'limda. Xo'p, shunaqa. Bu yerda qorbobo xaltasi bor. Qorbobo xaltasidan do'stlar qanday qilib sovg'a olish mumkin? Olish uchun siz botga kamida bitta do'stingizni taklif etishingiz kerak. Bitta do'stingiz bu bitta imkoniyat, ya'ni bitta qorbobo xaltasini ochish imkoniyatini taqdim etadi. Va qorbobo xaltasidan 1000 so'mgacha miqdorda mukofot olishingiz mumkin bo'ladi. O'yin haqida degan tugmachani bosadigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ma'lumot keltirib o'tilgan. Xo'p, keyingi bo'lim jamoa degan bo'lim, ya'ni aynan mana shu loyihaga do'stlaringizni taklif etish orqali ham pul ishlashingiz mumkin. Har bir demak konchi xarid qilgan foydalanuvchi uchun sizga 15 ming so'm bonus beriladi va ularning foydasidan sizga 5% komissiya botni o'zi to'lab beradi. Xo'p, sizning referal havolangiz deb qo'yibdi, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Referal havolani nusxalab olasiz va do'stlaringizga jo'natib, bu yerdan ham yaxshigina foyda olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu meni yangi hisobim, ya'ni ikkinchi akkauntim. Birinchi akkauntimda 24 taga yaqin foydalanuvchi taklif etganman. U akkauntimni esa hozir ko'rsataman, ya'ni rostdan u akkauntimdan pul yechib ham olganman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz barchasini bilib olasiz. Xo'p, pul yechish uchun esa do'stlar hisob degan tugmachani bosasiz va bu yerdan pul chiqarib olish degan tugmachani bosasiz. Keyin esa minimal chiqarib olish miqdori 19 ming so'm tashkil etishini ko'rib qolasiz.
Xo'p, ko'rishingiz mumkin 19 ming so'm bo'lgandan keyin pul yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Men albatta 2 marotaba pul yechib olganman. Hozir sizlarga isbotlarini ham ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, bu meni birinchi akkauntim, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Birinchi akkauntimda pul yechib olganimni, ya'ni yechib olish arizasi tasdiqlandi deb turibdi. To'lov allaqachon bank kartasiga o'tkazilgan. Ko'rishingiz mumkin 26 ming so'm bu birinchisi. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin ikkinchi marotaba ham pul yechib olganman 19 ming so'm. Aynan shu kartamga pul yechib olganman. Endi esa do'stlar sizlarga haqiqiy cheklarni ham ko'rsatishim mumkin. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, mana 26 ming so'm pul hisobimga yetib kelgan. Bu birinchisi, ya'ni birinchi chek hisoblanadi. Hisobimga yetib kelganligi bo'yicha. Ikkinchisini ko'rishingiz mumkin 19.700 so'm pul yetib kelgan. Xullas do'stlar, bot to'lovda agar ishlamoqchi bo'lsangiz, silkasi albatta videoni kommentariyasida bo'ladi. Hammanglarga omad tilayman do'stlar.